Bananni kesganini ko'rganmisizlar daraxtni? Mana banan daraxti. Mahallani hasharga chaqirib, mana jivoy. Mana jivoy hosili bilan. Kesib oldik, mana xudo xolasa. Milliy kola deb chiqdi-ku. Milliy banan bo'ldi-da bu. Hech qancha o'tmasdan sarg'ayib qoladi. Mana shunaqa sariq bo'ladi akalar. Eksportga dunyo miqyosida o'zi yashil qilib, mashina qilib jo'natiladi. Buni ko'paytirish kerak. Juda ham ko'p aka-ukalarimiz Rossiyada, boshqa yerlarda ishlab O'zbekistonga valyuta zaxirasi jo'natyapti. Million pullar bananga chiqib ketib qolyapti. Buni oldini olishimiz kerak. Mana Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlar issiq, energiya ketmaydi. Asosan qaysi paytda qiladi? Mana qish paytida. Qolgan payt avtomatik bo'laveradigan narsa. Xona unaqa baland ham emas keyin. Mana bananni tagini nima qiladi? Akalar chopiladi bu. Choyxonadan chopilmaydi, mana haqiqiy chopiladi. Ana shuni chopib, mana shuni o'ziga o'g'it qilib, yediradi. Bananni o'sish dinamikasi azizlar. Bu bitta katta daraxt. Meni bo'yim barobarda hosil solgan va asta-asta hosili pastga tushib keladi. 30 kilogramm undan ham oshiq bo'lishi mumkin. Daraxt kesib tashlanadi. Hosil olgandan keyin mana buni qaranglar, o'zi tayyor bo'lib turibdi. Izmaysiz, hech qancha o'tmasdan bu ham orqa-marqa hosil soladi. Bundan keyin mana sal kichikroq, bu tayyor turibdi. Bundan keyin narigi tomonda mana ko'k barglari ko'rinib turibdi, bu turibdi. Va undan keyin mana bu turibdi qaranglar. Buni orqasida ham mana bir necha ko'chatlar bor. Demak, banan hosil solganidan keyin hech qancha vaqt o'tmasdan uni oralig'i yaqinlashib boraveradi. Birinchisida 1 yil atrofida hosilga kirsa, tagidan chiqqanlari konveyorga tushib olgandan keyin har 2 oy, 3 oyda to'xtovsiz hosil beradi.